Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, yangi ishlarimiz bitdi. Bu joyimiz Andijon viloyati Bulovosh tumani Chaqar mahallasiga. Tayhu brendidan plastmassa eshik romlar yasab berdik. Hop, bu joyimizda bitta eshik, bitta rom. Oq plastmassa 6000 kvadro. Bu joyimiz veranda 2 oldi ayvon, 4 ta oraliq. Har bir oralig'idan bittadan ochib berganmiz. O'rtada 2 qanotli eshik. Podokonnilari 25 ming. Eshigimizni girovkalariga e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta go'zal, mo'tadil deb qo'yadi. Podokonnilari bilan Tayhu. Hop. Romimizni поворотный открывание qilib berganmiz. Ham yonboshga ochiladi, ham fortishga hisobda ochiladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Chiroyli qilib, hamyonbop narxlarda yasab o'rnatib beramiz. Mana. Ustullarimiz ichkarisini o'ramadik. Mijozimiz shuni xohladi. Mana romimiz ham yonboshga ochiladi. Ruchkani tepaga burasak, fortishga hisobda ham ochiladi. Tayhu Aquaplast. Klientimizni, mijozlarimiz talabidan kelib chiqib, xohlagan mahsulotdan, xohlagan materialdan yasab o'rnatib beramiz. Murojaat qila olasizlar.